Eshitdimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muharramxon onajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi qo'ng'iroq qilib? Yo'q, rahmat sizga. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz, Allohimga suyukli banda bo'lgan shukronali, shodiyonali kuningiz 65 bahoringiz muborak bo'lsin onajonim. Voy rahmat qizim, ilohim sizdan tanijoningiz sog' bo'lsin. Ilohim nasib etsin go'zal yoshingizga yana ko'p yoshlar qo'shilsin deymiz. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, ishlaringizga omad aylasin deya g'oyibona tabrik loyihasi boshlovchisi siz bilan muloqotda bo'lib turibman. Voy katta rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Qadrlisiz, bizning loyihamizga bir yaqin insoningiz, mehriboningiz murojaat qilibdilar onajonim. Sababi kim, bugungi fayzli kunlar bo'lmoq, shukronali ayyomingiz bilan o'zgacha va ehtiromli ko'rinishda tabriklash maqsadida shu o'rinda kichik bir savol bilan izlanmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz, bu go'zal tilaklarning egasi, mehribonlarning eng sarasi qaysi bir yaqiningiz bo'lishi mumkin? Kim biladi, endi farzandlarim bo'lsa kerak-da qizim. Yana kimlarni taxmin qila olasiz? Bilmasam, hamma yaqinlarim biri qo'yib, biri tabriklab yozishdi. Borlariga shukr, hammalariga shukr. Allohning shu yoshlarga yetkazganiga shukr. Hammasidan roziman, minnatdorman. Minnatdormiz. Doimo yaqinlar ardog'ida va e'tiborida bo'lishingizni tilab qolamiz. Men sizga yordam beraman. Kuyovlaringiz orasidan taxmin qilib ko'rasizmi? Kelbekjonmi? Yana? Ergashali. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qiluvchi kuyovingiz Ergashali akamiz nomidan yetib kelgan, kutganmidingiz ulardan kutilmagan qo'ng'iroqlarni? Qiladi, kutaman, ajoyib. Bola bir narsalar o'ylab yuradi. Qizlarim undan ajoyib, nabiralarim. Rahmat, ilohim tanijoni sog' bo'lsin. Ilohim farzandlar baxtini, kamolini rohatlarda ko'rib yuring deymiz. Ana endi 5 daqiqa vaqtingizni olamiz u go'zal tabrik xatlarini siz tomon yetkazib qo'yamiz onajonim, maylimi? Rahmat, mayli. Assalomu alaykum. Qalbi go'zal, iymonli, mehr muhabbatli, shirin zabonli, latofat u husni jamolda tengi yo'q, yaqinlari uchun har dam jonini berguvchi, bizni har qanday vaziyatda qo'llab-quvvatlab mehrli so'zlarini aslo ayamaydigan oyijonim. Sizni bugungi Allohimga banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan, yoshingizga yoshlar qo'shilgan sana shukronali kuningiz bilan jamiki yaqinlar, oila a'zolarimiz nomidan tabriklab qolaman. Umringiz davomida Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati-yu iymon halovati doimo hamrohingiz bo'lsin oyijonim. Qo'lingizni duoga ochib, Allohimdan nimaiki so'ragan bo'lsangiz ijobati ila sizni suyuntirsin. Baxta talmosh qasringizda bundan-da gullab yashnab yuravering. Qadamlaringiz Makkatullohga qayta va qayta yetib, chiroyli ko'zlaringiz Ka'batullohni ko'rsin. Ichgan suvlaringiz to'yib Zamzam suvlari bo'lsin. Allohimni jamolini beparda ko'rmoqlik nasib ro'z aylasin. G'am, tashvish, go'zal hayotingizga aslo soya solmasin. Oilangiz va umr yo'llaringizga zafarlar tilab qolaman oyijonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Nabira, abiralaringizni to'ylarini o'tkazib doimo boshimizda duogo'yimiz, mehribonimiz bo'lib yurishingizni tilab qolaman. Jannat iforligim, qadri qimmatim, mehrini tengi yo'q, oliy himmatim, so'zlari har biri misli hikmatim. Bugun onajonim tug'ilgan kuni. Ba'zida chuqur o'yga tolaman. Rozi qildimmi deb o'yga tolaman, hatto 40 yoshda ham go'yo bolaman. Bugun onajonim tug'ilgan kuni. Bizning baxtimizga salomat bo'ling. Rohatlarim ko'rib davronlar suring. Men uchun o'zingiz asrablar yuring. Bugun onajonim tug'ilgan kuni deya go'zal she'riy satrlar bilan maktubimizga yakun yasalgan ekan. Kuyovingiz Ergashali aka nomidan qolaversa, barcha farzandlar, nabiralar nomidan qabul qilasiz onajonim. Rahmat. Tanijonlaring sog' bo'lsin ilohim. Bolalarim hammalari qo'shganlar bilan ko'rsatariz. Nabira qizlarim baxtli bo'lsin. O'g'illarim ham ko'p eshitsin, ko'p bo'lsin. Ka'ba ziyoratlarini qilsin hammalari. Tanijoning sog' bo'lsin qizim, rahmat.
Minnatdormiz go'zal tilaklaringiz o'zingizning umr yo'llaringizda ham hamrohlik qilsin. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim to'qson bilan to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashib yurishingizni tilakdoshimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. bir-biridan Mashalloh. Minnatdormiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz yoshlarga kirib yuring qizim. Ilohim nasib etsin. Onalarning eng go'zali mana onam, ko'zga suray islarini jonim onam, onalarning eng go'zali mana onam, ko'zga suray islarini jonim onam, so'zlari durdonaginam, bittayu bir donaginam, so'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam, boshimda parvonaginam, jonim onam, boshimda parvonaginam, jonim onam, onalarning mehriboni mana onam, ko'zlarida mehri bor, jonim onam, onalarning mehriboni mana onam, ko'zlarida mehri bor, jonim onam, kunduz orom nima bilmaganim, bizlar uchun kecha kunduz orom nima bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam, farzandlaringiz baxtisiz, jonim onam, onalarning eng yaxshisi mana onam, farzandlaringiz baxtisiz, jonim onam, oylar husn talashganim, ro'mollar yarashganim, oylar husn talashganim, poyidan jannat topganim, jonim onam, poyidan jannat topganim, jonim onam, onalarning farishtasi mana onam, jonimda jonim rishtasi, jonim onam, onalarning farishtasi mana onam, jonimda jonim rishtasi, jonim onam, onalarning eng go'zali mana onam,